Aynan biz shu namoz o'qilayotgan nuqtalarda qarasangiz, ko'chalardan mashina o'tib bo'lmay qoladi. To'silib ketadi-da. Jicha o'ylaylik, masalan, mana keldingiz namozga, kelyapsiz. Mashina qo'ygan joy yo'q. Nima qilish kerak? Sizga sal og'ir kelsa ham, oxir chekkasiga, oxir qayerda bo'sh bo'lsa o'sha yerga qo'yib kelish kerak. Uni o'rniga nima qiladi bizda odamlarimiz, hurmatli namozxonlarimiz? Shunday o'rtaga qo'yib qo'yadi. Kirib chiqaman-da deydi. To'sib qo'yadi yo'lni. Ha, sen unaqa borib o'tiramanmi deydi. Unaqa qilib o'zi namoz o'qisa bo'ladimi o'zi? Nima deysizlar? Mumkinmi shunaqa namoz o'qish? Ha, namozga kelayotgan odam namoz boshlanib qolgan bo'lsa, yugurmasin deydi. Yugurmay kelsin deydi. Mayli, birinchi rakatga ulgurmas. Yugurmay kelsin deydi. Nimaga? Chunki namoz o'qiyotgan odamlarga halal yetadi bu yerda. Zarar bo'ladi. Bu masala va birodarlar, meni gapim emas bu. Bu kitobdagi masalalarni gapiryapmiz. Eshikni g'aq-g'aq ochaversa namoz o'qiyotganingizda, ha? Dubur bo'lib kelsa, chalg'ish bormi? Xushu-huzuri ketishi bormi namozxonlarni? Mana shu namozxonlarga zarar bo'lmasligi kerak deb kitobda shunaqa degan. Endi siz ko'chaning o'rtasiga mashinani qo'yib, tavorda o'qib kelsangiz, shunga tushami, tushmaydimi? Tushunishimiz kerak, muhtaram azizlar, bunaqa qilmaylik. Mayli, uning uchun men birinchi namozga yetmoqchi edim, jamoatni birinchi avvaldan boshlamoqchi edim. Shuning uchun shuna qilyapman-da, deydigan odam avvalroq harakat qilsin. Avvalroq harakat qilsin. Bo'lmasam, marhamat, endi taqdir bo'lmay qoldimi? O'sha 200 metr kelgan mashina tugagan bo'lsa, ashaga borib qo'yib kelavering. Mayli birinchi rakatga ulgurmay. Lekin masala shunaqa. Xudoni diniga, Xudoga banda qo'chilik qilayotganda qalb o'ta xotirjam bo'lsin, hech qanaqa to'siq bo'lmasin deyilgan. Unaqa qilmaylik, ko'chalar to'silib qolmasin. Xudo sanoq o'sha paytda nimadir bo'lib qolsa, yaxshi gap bo'lmaydi hech qaysini bizga. Bular o'zi namoz o'qiganlar qilayotgan ish mana qamada. Mayli o'tib ketib qoladi, mashina o'talmadi degandaqa gap bo'ldan boshqa gap bo'lmaydi. Tushunaylik axir. Shuning uchun muhtaram azizlar, bunaqa masalalarni tushunishimiz kerak. Biz dinimizni, ibodatimizni eng muhim narsa deb ko'z qorachig'idek asrab, pokiza holatda ushlash harakatini qilaylik. Gard tegmasin. Namozimizga, ibodatimizga, dinimizga bir ozgina bir no'rin gap bo'lishdan biz ehtiyot qilib avaylab asraylik.